Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga ASMR yo'nalishida xuddi shunday turdagi videolarni do'stlar sun'iy intellekt orqali tayyorlashni o'rgataman. Hammasi juda ham oddiy va oson do'stlar. Shunchaki videoni oxirigacha tomosha qiling va siz ham qo'lingizdagi telefon orqali bemalol shunday videolarni tayyorlab, YouTube ga joylab daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalini o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, birinchi o'rinda ChatGPT saytiga doimgidek kirib olamiz. Undan so'ng esa do'stlar, opisaniyadagi mana Telegram kanalimga o'tishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki bizga prompt kerak va promptni men har doim video chiqqandan so'ng xuddi shunday tarzda Telegram kanalimga joylab, pastidan promptlar deb silkasini qoldiraman do'stlar. Birinchi o'rinda mana shu promptni ko'chirib olasizlar. Opisaniyada Telegram kanalim manzili bor. Xo'p do'stlar, mana o'sha promptni ko'rishingiz mumkin. Buni to'liq do'stlar boshidan oxirigacha ko'chirib olamiz. Hech qaysi joy qolib ketmasin do'stlar. Bo'lmasam ishlamaydi. Promptni ko'chirib olamiz va ChatGPT ga kirib, ushbu promptni shunchaki yuboramiz. Undan so'ng do'stlar bizga ChatGPT 10 ta ideya beradi. Har xil ideya do'stlar, bularni biz tarjima qilish orqali istaganimizni o'zimizga yoqqanini tanlab olsak bo'ladi. Misol uchun men shunchaki do'stlar 6-chisini tanlamoqchiman. Buning uchun 6 raqamini yuboraman ChatGPT ga. Undan so'ng esa do'stlar bizdan so'raydi, ya'ni ushbu sovunni nomi qanaqa bo'lsin deydi. Biz o'zimizni kanalimiz nomini yozganimiz yaxshi do'stlar. Birov bizni kanalimizdan videoni yuklab olib Instagram, TikTok yoki YouTube'ni o'ziga tarqatadigan bo'lsa ham bizga trafik keladi. O'sha uchun do'stlar kanalimiz nomini yozamiz. Men masalan Amriddin deb yozaman. Bo'ldi do'stlar. Uje ChatGPT bizga promptlarni yozib berishni boshlaydi. Mana do'stlar, birinchi image prompt, ya'ni rasm uchun prompt yozib beradi, ikkinchisi video prompt. Unda mana image prompt degandan keyin mana birinchisidan boshlab do'stlar mana shu video promptgacha ko'chirib olamiz va Grok saytiga kirib image bo'limiga o'tamiz va bu joyga do'stlar ushbu promptimizni yozib, pastdan izobrajeniyani tanlaymiz va bu yerdan 9 ga 16, ya'ni shorts formatini tanlaymiz. Hamda do'stlar yuboramiz buni. Momentalni bizga do'stlar Grok sayti har xil variantlarni tayyorlab beradi. Juda ham tez ishlaydi, shuning uchun Grokni men yaxshi ko'raman. Bundan do'stlar istaganimizni tanlaymiz. Misol uchun sal oddiyrog'ini tanlasak, qo'li normalli turgan ekan, yo birinchisini tanlasak ham bo'lar ekan. Mana birinchisini tanladim xullas. Endi nima qilamiz do'stlar? ChatGPT ga qaytamiz va pastdagi format deb boshlangan joydan mana shuni do'stlar oxirigacha ko'chirib olamiz. Oxirigacha promptni ko'chirib olamiz. Undan so'ng esa yana Grokka kirib, mana bu yerdan do'stlar ustiga bosamiz va sazdat videoga qo'yamiz. Chunki endi rasmni biz videoga aylantirishimiz kerak. Va do'stlar pastdan ushbu video promptni joylashtiramiz hamda bu yerdan nastroykasini belgilashimiz mumkin. Premium tarifda do'stlar 480 kачествоda qilish mumkin ekan, 720 ga o'tkazib bo'lmas ekan. Menimcha Premium Plus tarifda 720 da ham qilsa bo'ladi, hatto 480 ham normalli. Keyin do'stlar 10 sekundga qo'ydim men. 6 sekundda ham qilishimiz mumkin, lekin bir nechta videolar qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 10 sekundlik va men strelkani bosaman, video tayyorlab berishni boshlaydi. Demak do'stlar, birinchi videomiz tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham idealni, ya'ni realistichniga o'xshaydi, chunki sinishiga e'tibor beringlar do'stlar. Buni tomosha qilish ham juda ham mazada. Va do'stlar, bu bitta videoni o'zi lekin kamlik qiladi. Biz nima qilishimiz kerak? Shunchaki ChatGPT ga qaytishimiz kerak. Tepadan ushbu mavzularni ko'rib chiqib, boshqa variantni tanlashimiz kerak. Misol uchun, birinchisini tanlayman.
shunchaki bir raqamini yuboraman va bizdan yana sovun uchun nom so'raydi. Biz yana shu Amriddin deb yozamiz. Va do'stlar, bizga yana prompt yozib beradi. Xuddi shu ishni takrorlaymiz. Ya'ni buni ham ko'chirib olib, grokka joylashtiramiz, rasm yasaymiz, keyin video qilamiz. Xuddi shunday tarzda do'stlar, kamida 3 ta, 4 ta yoki 5 ta ham qilishimiz mumkin 10 sekunddan. Va do'stlar, mana shu 5 ta videoni barchasini yuklab olib, uni do'stlar biz video montaj dasturida birlashtirib chiqamiz va YouTube ga joylaymiz. Endi esa do'stlar, bitta zo'r fishkani ham ko'rsatib ketay bilmaydiganlar uchun. Ushbu videoni ko'ryapmiz, sifati normalli, o'rtacha, bunaqangi ja tiniq emas, lekin bizda do'stlar imkoniyat bor buni yanada tiniqroq qilish uchun. Buning uchun nima qilamiz? Shunchaki ushbu joydan uchta nuqtani bosamiz. Va do'stlar, mana bu yerda Повесить качество video bor. Mana shuni ustiga bitta bosamiz do'stlar. Ozgina kutadigan bo'lsak, grokni o'zi kачествоni yaxshilab beradi. Mana shu funksiyani ishlatishni unutmanglar do'stlar, chunki kamida 30-40% ga videomizning sifati yaxshilanadi. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, o'sha boyagidan sifat ancha yaxshilandi. Mana do'stlar, siz ham xuddi shunday videolarni endi tayyorlashingiz mumkin. Buni o'rganib oldingiz. Eng muhimi esa do'stlar, bunday videolar orqali siz daromad ham qilishingiz mumkin. Ya'ni do'stlar, bunday videolarni siz YouTube kanal ochib, amerikanskiy YouTube kanalga joylash orqali prosmotrlaringizga daromad qilishingiz mumkin. Buning uchun sizga atigi 1000 ta obunachi va 4000 soat tomosha vaqti kerak bo'ladi. Va do'stlar, agar sizga amerikanskiy YouTube kanal ochish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmati bor. Batafsil ma'lumot olish uchun do'stlar, ushbu ekrandagi manzilga yoki opisaniyadagi Vegeta admin profiliga do'stlar YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz.